Assalomu alaykum uy egalari. Uy egalari, agar hozir sizlar o'zinglarning uylarni dizaynerligi fasadini chizdirayotgan bo'lsangiz, sizlarga bitta layfhak aytib ketaman. Va albatta izolyatsiyani ham nazarda tutib ketayotgan bo'lsanglar va tashqi fasad dizaynini chiroyli ham o'ylab ketayotgan bo'lsanglar, shu videoni dizaynerlarga yuborib qo'yinglar. Bu obyektimizda uy egalari iltimos qilganlaridan keyin ko'rib turganingizdek elementni kamin evatida qilib ketilyapti mana. Shuna hisobiga mana bu palasa deylik oxirigacha ketadi va kabuttaki armirovkadan keyin suv tiyaga qilingandek bo'lib turadi. Men o'zim tarafdan izolyatsiyaga javob berib, xullas bu obyekt egalari shu bitta o'q bilan ikkita quyonni o'ldirishdi. Dizayn arxitektorlar, fasad dizaynini qiladigan mutaxassislar shuni hisobini ham uy egalariga aytib, o'zinglarning fantaziyalarni ishlatsanglar bo'ladi. Bemalol chiroyli qilib, albattaki izolyatsiyani ham hisobga olgan holda. Yana bitta ma'lumot beraman. Agar shu brigadani hozir ishlarini ko'rmoqchi bo'lsanglar, ssilka tashlayman opisaniyada. Bu brigada Bektemirdagi obyektni ham chiroyli milliy uslubda qilingan dizayn fasadlarini ham qilib berishgan.